Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan video darsiga yozmaganimizga ancha bo'lgan ekan. Bugun ertalab tong saharlab shu ishga kirishdim. Demak, sizlar bilan bugun lid magnitlar haqida gaplashamiz. Avvalo, lid magnit nimaligini tushuntirishdan oldin sizlarga o'zi bu narsa nimaga kerak va bu lid magnit bitta ulkan tushuncha emas, u bir yo'l. Shuni tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni bundan nima xulosa qilishimiz mumkin? Olaylik, har qanaqa biznesni hozir bunaqani kichkinaroq qilib oling. Ya'ni vazifa bo'ladigan bo'lsa, uni maqsadi nima? Sotuv, ya'ni mijozlar. Endi agar biznes vazifa bizada sotuv, ya'ni mijozlar oqimi bo'ladigan bo'lsa, endi biz uni qanaqa qilib olib kelamiz deydigan bo'lsak, bizga nima kerak bo'ladi? Demak, bizga sotuv uchun bizga hozir kanallar kerak bo'ladi. Endi kanal nima degan tushunchaga to'xtalamiz. Kanal bu olaylik, biz basseyn to'ldirmoqchimiz. Tasavvur qilaylik, mana yoz yaqin basseynni to'ldirmoqchimiz suv bilan va endi uni har xil yo'l bilan to'ldirishimiz mumkin. Ya'ni biz shlangadan o'sha suv oqizib to'ldirishimiz mumkin. Biz chelaklab tashib o'tkazishimiz mumkin. Biz olaylik, boshqa bir basseyndan ikkinchi basseynga quyib suv tashishimiz mumkin. Uchinchisi, masalan, biz nima edi? Motor orqali to'ldirishimiz mumkin. Beshinchisi, oxir oqibat balki kuchli yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, o'sha basseynni yoyib qo'yarmiz, balki yomg'ir orqali to'lar. Ya'ni biz kichkinaligimizda shunaqa qilardik. Idishlar bo'ladigan bo'lsa, chelakli mana shunaqa idishlarni yomg'ir yoqqanda qo'yib qo'yardik. Yomg'irda ular to'lardi. Ya'ni har xil yo'li bor bitta basseynni to'ldirishni. Xuddi shunaqa sotuvni ham biz faqatgina targetdan foydalana olmaymiz. Biz faqatgina call center o'ziga suyanib qola olmaymiz. Biz faqatgina o'sha Instagram, Telegram, YouTube yuritadigan bo'lsa, unga suyanib qola olmaymiz. Ya'ni bizga ko'p kanallar kerak. Endi kanallar haqida gaplashadigan bo'lsak, ulardan bittasi hammamiz ishlatadigan target. Ya'ni biz sotuv videosini olamiz, u yoqdan lead yig'amiz, leadni bilan call center bog'lanadi, kerak bo'lsa tashrifga yozadi va shu bilan sotamiz. Keyingisi, masalan, one to one sotish. Ya'ni bir sotish. Men odatda kurslarimda mana shunaqa sotaman. Eng effektiv yo'llardan bittasi shu. Ya'ni bu kanal bitta. Keyingisi storiesdan lead olish. Ya'ni siz storiesda progress qilasiz, Bitly'da alohida uni qancha lead aynan storiesda tushganini aniqlash uchun alohida silka tayyorlaysiz va storiesdan lead olasiz. Kunlik, haftalik, oylik va KPI'ga qilsa bo'ladi. Keyingisi, masalan, reelslar. Keyingisi YouTube. Ya'ni mana bizda eng zo'r ishlaydigan anaqa edi, sotuv kanali mana shu YouTube ishlaydigan kanallardan bittasi degan bo'ladi. Xo'p, keyingisi nima? Lead magnitlar. Mana tushundinglar, demak, lead magnit bu kanallardan bittasi. Ya'ni biz o'sha basseynimizni, sizlar bilan basseynimizni to'ldirishimiz uchun yordam beradigan kanallardan bittasi. Keyin nima? Reklama. Ya'ni biz blogerlardan kimlardan reklama sotib olishimiz mumkin. Keyingisi eventlar. Ya'ni qanaqadir shov-shuvli tadbir qilib, awarenessga ishlaydi bu narsa. Siz mijozlaringizni ko'paytirishingiz mumkin. Keyingisi PR-lar. Ya'ni siz PR kompaniyalar ishlab chiqasiz va u sizga mashhurlikka olib boradi, ya'ni ko'proq odam siz haqingizda eshitadi, shu orqali odamga o'xshash bo'ladi. Xo'p, keyingisi hozir anaqa nima derdi? Birgalikda nimadir qilishni. Hop. Birgalikda. Kollaboratsiya, kollaboratsiyalar. Ya'ni va hokazo. Bunaqa sotuv kanallaridan ko'p kollab deganda ham misol kerak. Masalan, agar biz Rehill School maktabi, xususiy maktab bo'ladigan bo'lsak, biz kitob nashriyotlari bilan kollaboratsiya qilib tadbir uyushtirdik. Va nimaga aynan kitob deydigan bo'lsa, biz ta'lim beramiz. Ya'ni kollabda ham e'tibor berish kerak, u sizni sohangizga tushadimi? Ta'lim bo'lgandan keyin unga kitob uzviy bog'liq va yaqin. Va hokazo. Demak, sizlar bilan tushundik. Biznes vazifasi sotuv.
hammani vazifasi sotuv. Masalan, shu kanalda sizlar turganinglarning ham sababi aslida shu. Sizlar a, a, o'sha sotuvinglarni oshirmoqchisizlar, ko'proq pul daromad qilmoqchisizlar. Ya'ni maqsad shu. Endi sotuv bo'lgandan keyin sotuv uchun kanallar ko'p. Ya'ni biz faqatgina targetga yondashib qololmaymiz, faqatgina kontentga yondashib qololmaymiz. Har xil yo'llardan foydalansak, shuncha o'zimizga yaxshi. Ya'ni bitta yo'l degani siz bitta yo'l orqali pul topasiz degani ikkita yo'l degani, ikkita orqali topasiz degani uchta yo'l degani uchtadan. Ya'ni qancha anaqalar kanallar ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Va ana shu kanallardan biri bo'lmish lead magnet haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Endi lead magnet o'zi nima? Ya'ni avvalo shundan gapni boshlaylik. Lead magnet o'zi nima deydigan bo'lsa, bu tekin, avvalo tekin bo'lishi kerak. Tekin, foydali, shu ham muhim, foydali ma'lumot. Ya'ni bu tekin foydali ma'lumot. Undan maqsadi, ya'ni maqsad sizni ochib berish. Ya'ni sizni haqiqiy mutaxassis ekanligingizni ochib berish va bu orqali sizga ishonchni oshirish, ishonch orqasidan esa tabiiyki to'lovlar bo'ladi. Endi va yana bitta narsasi bor, lead magnet nimaga yordam beradi deydigan bo'lsa, agar ta'sir psixologiyasini o'qigan odamlar ham bilishadi. Masalan, biz hozir qanaqadir elitni joylarga boradigan bo'lsak, oldimizga qahva qo'yib qo'yishadi, qanaqadir shirlik qo'yib qo'yishadi. Bu nima deydigan bo'lsa, kichkinagina sizga hadya berish orqali sizda qarzdorlik hissini paydo qiladi. Sotib olgisi kelmagan joyda ham sotib olasiz. Va lead magnet ham xuddi shunaqa ishlaydi. Siz ham tekin foydali ma'lumot iste'mol qilgandan keyin sizni oldingizda mijoz o'zini qarzdor his qiladi va sizdan nimadir sotib olgisi keladi. Endi shu joyda siz aytishingiz mumkin, bu odamlarni manipulyatsiya qilish-ku, men xohlamayman bu narsani deyishingiz mumkin. Okey, manipulyatsiya qilmoqchi bo'lmasangiz, o'sha lead magnetingizni shu darajada qiymatli qilingki, sizdan nimadir sotib olmagan taqdirda ham u foyda bilan chiqsin. Mana, siz vijdonan yondashmoqchimisiz, mana sizga vijdonan yondashishni yo'li. Endi kelinglar, sizlar bilan lead magnetni turlari haqida gaplashamiz. Birinchi kanallar turlarini gaplashdik, endi mana lead magnetlar turini gaplashamiz. Xo'p. Turlari. Birinchisi o'sha siz va biz hammamiz biladigan 10-20 daqiqalik foydali video. Demak, 10-20 daqiqalik foydali video. Bu videomiz asosan sizni mutaxassisligingizni ochib berish kerak. Mavzusi ham tasnifdan kelib chiqilgan holatda tanlanishi kerak va imkon qadar man sizlarga do'stona tavsiyam, juda uzun qilib yubormanglar, chunki men yaqinda 42 daqiqalik yozdim. Yo'q, ishlamadi u. Ishlaydi. Ko'raman degan odam o'shani ham ko'radi, lekin agar siz ommaviy sotmoqchi bo'lsangiz, qisqaroq qilaverar ekansiz. Endi yana bitta joyi, shu joyda demak mavzu kasbdan kelib chiqib tanlanadi. Endi bitta joyga e'tibor berasizlar. O'sha mavzu tanlaganda sizni prezentatsiyangizda sotuvga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Endi aytishingiz mumkin, voy buni o'zi ancha qiyin narsa-ku deydigan bo'lsa, aynan o'shanaqa 20-10 daqiqalik lead magnet YouTube video ssenariysini yozishni yuqorida bitta darslikda sizlarga ko'rsatganman. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar. Demak, ikkinchi ishimiz sizlar bilan biza, mana bu nimaga unaqa? Xo'p, ikkinchi turimiz bu tekin kurs. Masalan, siz qanaqadir tekin 3 kunlik kurs qilishingiz mumkin, intensiv qilishingiz mumkin, shou qilishingiz mumkin, reality qilishingiz mumkin. Tekin kurs oxir-oqibat baribir pullisini sotadi. Odamlarda anaqa paydo bo'ladi, voy tekini shunaqa bo'lsa, shunchalik bo'lsa, pullingiz qanaqa bo'larkan degan ular odamlarda savol paydo bo'ladi. Keyingisi tekin webinar. Hozir zapusк deganda faqat webinar tushunishadi. Yo'q, zapusк faqat webinar emas. Uning turlari juda ham ko'p va bulardan bitta turi webinar. Webinar nimaligini agar bilmaydiganlar tushuntirib ketaman. Webinar bu siz bir yopiq kanalda
insonlarni yig'asiz, trafik haydaysiz, ko'p odamlarni yig'asizda, o'sha insonlarga 1 kunlik yoki 2 kunlik yoki 3 kunlik tekin dars o'tib berasiz. Agar siz oxirida kursingizni sotasiz. Endi keyingisi bu, tekin praktikum. Ya'ni siz qanaqadir, shou qilishingiz mumkin yoki, nima desam, a odamlarda anaqa nima edi, tajriba, ya'ni amaliyotda bilimlarni qo'llash uchun sharoit yaratib berishingiz. Masalan, anaqada Timichkada shunaqa proyektlar bor. Ya'ni, "Zakulisye" degan proyekti bor. O'sha proyektni mana shu turga kiritsak bo'ladi. Faqat u arzon, ya'ni tekin emas, nisbatan arzonroq. Xo'p, keyingisi bu, a tekin so'zini ko'p ishlatyapman. Anaqa, buni ya'ni fishkasi ham shu lid magnitlarni. Tekin, blok. Ya'ni siz blog yuritasiz, blogingiz judayam foydali va doimiy qiymatli ma'lumotlar bilan bo'lishasiz va u tekin, muammo uchun ochiq. Foyda olaman degan odam undan ham oladi. Keyingisi tekin gayd. Gayd nimaligini bilsanglar kerak, bilmasanglar yana ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu gayd bu o'sha ya'ni chek-list, foydali mavzuda qilingan chek-list. O'sha chek-listda, Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, "Men sizlarga mana bunaqa chek-list tayyorladim. Uni qo'lga kiritish uchun 7 ta raqamini yozib qoldiring. Uni qo'lga kiritish uchun izohlarda plus qoldiring" deydi-yu. O'sha va keyin chatbot uni avtomatik o'sha gaydda tashlab beradi. Gayddan foydalansanglar bo'ladi. Prezentatsiyani Canvada qilib ham bo'ladi. Agar o'zim qilaman desanglar, jamoanglar bo'lmasa, dizayneringlar tekinga Canvada ham qilib bo'ladi. Va zo'r ishlaydi bu. Zo'r narsa. Afsuski, ko'pchilik uni ochmaydi. Shu minus tarafi bor. Xo'p, keyingisi, tahlil. Ya'ni siz qaysidir bir keysni olasiz, olganingizdan keyin uni tahlil qilasiz va, uni ommaga yuklaysiz. Bu narsa ham sizni mutaxassisligingizni ochib beradi. Shu joyda eng effektivi nima deydigan bo'lsangiz, eng effektivi baribir mana shu. Lekin bu ham 100% effektiv deya olmayman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, sizni obunachilaringizga qaysi narsa tushishini bilmaymiz. Ya'ni hamma obunachilar har xil. Masalan, kimnikidir anaqaga nimada yondashishi mumkin. Masalan, kimdir ko'p yaxshi matnlar o'qishi mumkin. Unda tahlil yaxshi ketadi, gayd yaxshi ketadi. Kimdir masalan, ba'zi bir odamlar bor, men havas qilaman shunaqa odamlarga. Bitta blogga kirsa, boshidan oxirigacha o'qib chiqadi. Masalan, mana oddiy mana shu premium kanalimizni olaylik. Premium kanalimizga masalan qo'shildinglar. Qachondan beri biz podkastlar yozamiz, darsliklar yozamiz, foydali razborlar bor, har xil narsalar borda. Kim hozir mana shu darsliklarni boshidan oxirigacha bitta ko'rib chiqdi? Agar sizda mana shu skill bo'ladigan bo'lsa, siz demak avtodidakt shogirdsiz, avtodidakt ilm oladigan insonsiz va siz yutib ketasiz. Ancha-muncha odamlar yutib ketasiz. Agar ko'rmayotgan bo'lsangiz yoki boshlaganingizdan beri bir nechta ko'rib qolgan bo'lsangiz, "Avoy ko'raman" deb yig'ib yurgan bo'lsangiz, tabriklamayman. Bu yomon signal, bu yomon belgi. Bunaqa holatda o'sish ancha qiyinlashadi. Hozir avtodidakt bo'lmasangiz, qiyin. Avtodidakt odamlar bu mustaqil o'rganuvchi odamlar, mustaqil o'rgana oladigan odamlar va ularga istagan insonni o'ziga ustoz qila oladi. Mana ularni plyusi shunda. Voy hayotida qanaqadir keskin burilishda qanaqadir zo'r imkoniyatni kutib yashamaydi. Shuning uchun mana sizlarga yana bitta anaqa teoriya, avtodidakt bo'lsanglar, yutib ketasizlar. Endi shu led magnitlar haqida shularni aytmoqchi edim. O'zi uni konstruksiyasini, ishlatilishi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, mana shulardan xohlaganini aniq qilasiz, tayyorlaysiz. Tayyorlaganingizdan keyin demak, birinchi tayyorladingiz. Tayyorlaganingizdan keyin uni u uchun target olasiz. Target oldingiz. Targetda o'sha aytganimizdek, mana buni raqamni qoldiring, mana bunaqa plyus qoldiring yoki ro'yxatdan o'ting degan narsa bo'ladi va oxirida mana shulardan bittasini tashlab berasiz. Yoki storiesda progress orqali mana shu tekin ma'lumotlarga yo'naltirsangiz bo'ladi. Yoki bloglaringizda matn yozib, o'sha matn orqali mana shu anaqalarga yo'naltirsangiz bo'ladi va bundan keyin auditoriyasi issiq bo'ladi. Siz nimanidir sota olishingiz oson bo'ladi. Shunaqa. Demak, aytganimdek, mavzu Kazakdan kelib chiqib tanlanadi. Xo'p, led magnit haqida qisqacha shularni tushuntirmoqchi edim. Foydali bo'lgan bo'lsa, izohda yozib qoldiringlar. Savollar kelib chiqqan bo'lsa ham bemalol yozinglar. Qodir qilingancha javob berishga tayyormiz. Vaqtinglarga rozi bo'linglar. Rahmat.